Ramazon oyida eng yaxshi olgan hadyalarimdan biri bo'ldi. Saudiyadan kelganimga hech qancha bo'lmadi, lekin Makka va Madinani hidi doimo bilan birga. Bir marta u yoqlarga borgan odam yana va qayta u yoqlarga borgisi keladi. Bugun sizlar bilan Makka va Madinani doim sizga eslatib beradigan narsalarni obzor qilamiz. Bu antigaga moslab ro'molimni taqib oldim. Bu shunaqa Madina joy namoz styldagi bloknotlar. Bunaqa bloknotlarni ishlatganingizda siz Madina Munavvara va Makkani his qilib turasiz. Juda ham sog'indim. Madinada yurdim, Makkada yurdim, lekin Madina joy namoz styldagi breloklarni hech olmagan edim, lekin rostla ham xohladim. O'zbekistonda olish nasib qildi. Kitobxonlarimiz doim ishlatadigan bookmarkerlar Madina stylda. Bu mahsulotlarning hammasini shu profildan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Ramazon oyida eng yaxshi olgan hadyalarimdan biri bo'ldi.